Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men boks жаңалыктары videoni bossamas turib arnaga kirib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Nokautdan keyin Alimxon o'g'lining Canelo bilan ayqashuvi kezakka qo'ydi. Sarapchi o'rta salmoqda IBF және WBO chempioni Jadbek Alimxon o'g'lining meksikalik Saul Canelo Alvarez және amerikalik David Benavides bilan jekpa-jekka chiqishiga mumkinligini qat'iy boljamin aytdi. Uning oldinda qozog'istonlik bokschi jo'g'ori salmoqda o'tib, ataqli bokschilarning judoqlashuviga dayin ekanini ma'lumlagan. Alayda sarapchilar buni azirga mumkin emas deb o'tir. Uning Alimxon o'g'lining ambitsiyaga to'la jo'spari maqtovga turarliq. Biroq hozirgi tanda Janibek bu bokschilarning hech biri uchun basti o'rinda emas. Canelo 3-ma'murda yana chempion William Skulmi judoqlasadi. Osla ikkinchi Red Absolute chempion atanuvi mumkinlik qiladi. Agar bari jo'spar bo'yicha o'tsa, 42 Terence Crawford bilan mega ayqas bo'ladi. Al Benavidesga kelsak, ol ari qarayda jangollari uchun kerak ayqaslar o'tkazuvga va'da bergan. Ol 3-da chempion atanib o'tir. Osdan uning birinchi qo'rg'ovundan qarshilasa, Callum Smith bo'ladi deb yozadi Second South basilining Crawford Ferguson. 5-savr asanadagi boks kechinde Alimxon o'g'li titullarini satda qo'rg'ab, fransiyalik Annuel Nigamessingni 5-raundda nokautga tushirdi. Eski salayq Alvarez 2-o'rta divizionda WBO, WBS, WBI titullarini ega. Sizlarning boks жаңалыктары bo'ldi. Arnaga kelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi.